eshitishi kuchli, boshqasi kuchli, pichir-pichirlarni hammasini eshitadi, shivir-shivirlarni hammasini eshitadi, hamma narsani eshitishiga qaramasdan o'zini ovozini eshitmaydi. O'limning oyoq tovushlarini eshitmaydi. Hammani o'limga qarab ketayotganligini eshitmaydi. Kimga 10 yil qoldi, kimga 20 yil qoldi, kimga 30 yil qoldi, ammo hamma nima qilyapti? Bu yurishimiz qayerga qarab? Qabrga qarab, qabr tarafga. U tovushlarni eshitmaydigan odamlar haqida. Va uchinchisi yalang'och. Bu majoziy ma'noda yalang'och. Biz uni u hikoyadan anglarkanmiz, ya'ni molga sig'inuvchilar. Bu odam, ya'ni u hikoyadagi odam yalang'och bo'lishiga qaramasdan etagini kesib ketishlaridan qo'rqadi. Holbuki unda etak yo'q. Uni kesiladigan kiyimi yo'q. Bu xuddi boyagi dunyoga, molga sig'inadigan ahmoqni holatiga o'xshaydi. Ya'ni bu odam aslida dunyoga yalang'och kelgan va bu dunyodan u yalang'och ketadi, bu aniq. Ammo o'g'ridan qo'rqib yashaydi. Buni u hikoyada etaklariga boyagi guldonni tuvak deymiz biz, guldonni siniqlarini to'ldirib, o'zini bir mol, boylik egasi deb o'ylayotgan bolani tasavvur qiling. U bola ham u tuvak siniqlarini, guldon siniqlarini kimdir o'g'irlab ketishdan qo'rqishi, rostakamiga qo'rqishini tasavvur qiling. U odamlar ham xuddi shunga o'xshaydi. Vaqtinchalik molni o'ziniki deb biladi va uning ustida nima qiladi? Qaldiraydi. Tushlarida o'zini boy deb ko'radi. Tushlari, uyqulari buzilib chiqadi. Tushida o'zini boy deb ko'rib, tushidagi boyligini o'g'ri urushidan qo'rqib, haqiqiy uyqusidan uyg'onib ketgan odamni tasavvur qiling. Hamma narsa tushida, ammo u uni rost deb o'ylaydi. Biz u molga sig'inayotgan, molparast bo'lib qolgan, dunyoni har narsadan ustun qo'yayotgan odam ham o'sha maqomdadir. Ko'p narsalarni bilish va asosiysini bilmaslik, o'zini bilmaslik, anglamaslik, tanimaslik xuddiki yuqoridagi odamlarning ahvoli kabidir. Har bir javharning haysiyatini biladi. Ammo o'zining javharga kelganda